imtihon topshirdim. O'tish balli 90 ekan. Men 111 ball to'plab o'tdim. Qashqadaryo viloyatidan kelganman. Stomatologiya yo'nalishi bo'yicha topshirdim. Hozirda 95 ball oldim. Bu men Alfraganusni Instagram sahifalaringizdan ko'rib, qiziqishim bilan keldim. Retki imtihonlar haqida eshitganimda sertifikat topshirsa bo'lar ekan. Menda ikkita fandan sertifikat bo'lgani sababli ikkita fandan sertifikatimni o'tkazdim va hozir men imtihonlasiz o'qishga qabul qilishdi deb aytishdi. Alfraganus universitetini Instagram tarmog'idan ko'rganman. Qiziqib keldim. Stomatologiya yo'nalishiga topshirdim. O'qishga kirdim, talaba bo'ldim. 90 ball bilan. Va davolash yo'nalishiga topshirdim. Universitet juda zo'r, sharoitlar ma'qul keldi bizga. Alfraganus universitetini 3 yildan beri kuzatib boraman Instagramda.